Menga tanishtiring. Ko'zimga siz ko'rinyapti. Assalomu alaykum. Mana bu Xayrullo akamiz. Xayrullo. Bu odam bugundan taxminan 1 yil oldin kelgan. Koma holatda kelgan edi. Koma. Sizda bormi? Siz bitta video tashlagan edingiz bularniki. O'ziga tanimayapti, gapirmayapti. U bo'lishi bo'ladimi, yo'qmi? Opasi video tashlagan. Opasi video tashlagan. Keyin men dedim Allohga tavakkal qilib keling, garantiya bera olmaymiz. Lekin shifo beruvchi Alloh. Opasi bu gap ushlab turib, Allohga tavakkal qilib olib keldi. Ana Allohga shukr rezultat. Mashalloh. Bu bolada bitta yaxshi narsa nima ekan? Men hozir ko'rib, to'g'risi avval komada ko'rganman Xayrulloni. Endi hozir o'zini ko'rib, davlat meni tanimasda deyapti-da. Bu Mashalloh. bolada yaxshi narsa nima ekan bor ekan? Hop, Bu bola 1 yil ichida hamda bu 3-4-marta kelish. Hindistonga. Hindistonda kelib qolasa $50 ketadimi, $100 ketadimi, qanchalik o'zini tekshirib ketyapti. Wow. Jigari 100% har uch oyda kelyapti. O'zini yaxshi, jigar zo'r, hammasi yaxshi, chunki mashalloh. Mashalloh. Gap yo'q. Endi to'g'risi Allohning qudratini ko'rib, yana bir karra subhanalloh deb yuborish kerak-da buni. Donoringiz qalay? Do'nram yaxshi. Donor ham yaxshi. Lekin kelib qarang, so'rashdi, ovozi tanish. Endi 1 yil o'tdi-da. Qancha oldi operatsiya qilganingizga? 10 oy. 10 oy. Tanaganim yo'q. Hadillashyapsiz bilan. Endi bu yerda Guptani ham mahorati bor-da. Allohga shukr. Supash Guptani mahorati katta. Bu haqida nima gapirasiz? Nima, masalan, shu baho berasiz? Nutaga endi bunday baho yo'q. Konkretda, bunday baho. Bebaho. Avvalo Xudo. Odam shunaqa narsaga iqror bo'ldim men, mana shu narsaga iqror bo'ldim. Agar odamzodning rizqi bu dunyoda bo'lsa, har qanday vaziyatda chiqay ekan. Agar rizqingiz uzilgan bo'lsa, bu farqi yo'q ekan. Million pulingiz bo'ladimi, tanish bilishingiz bo'ladimi, doktoringiz bo'ladimi yo'q. Avvalo Xudo mana birinchi bor mana avvalo bir bor mana Gupta doktor Guptaga rahmat. Mana Soyibxon akaga, Xon aka mana sizlarga rahmat. Sizlarning sharofatlaringiz bilan mana shu yergacha kelib, mana Allohga shukr shu vaqtgacha rizq nasib qilgan ekan. Mana yer ichib, dasturxon bo'yida mana o'tirish nasib qilgan. Hindistonda mana Hindistonda sen ishlari. Endi Xayrullo bitta savolda. Ko'pchilik to'g'risi Hindiston desa yugurib kelyapti, Dehli desa klinika ko'p ekan. Ko'pchilik doktorni tanlashda xato qilyapti. Hozir mana Guptani tanlab xato qildim deb o'ylaysizmi? Ha? To'g'ri tanlov bo'lgan-a? Tarjimonlarchi, tarjimonlar. Tarjimonlar, Alloh tarjimon. Men tillaman. Qondash bo'lib ketdi-ku. Tilla. Soyibxon Tildan tilla bo'ldim bilan. Hindistonda tilla nechta bo'lyapti? Ko'tarilgan. Men til bildim, tildan tilla bo'ldim. Mashalloh. Yana bitta savol beraman. Savol shu, misol uchun shu yerda yotdingiz, to'g'risi. Juda og'ir holatda kelgansiz. Siz bilmaysiz to'g'risi. Men qanday kelganimni bilmayman. Bilmaysiz. Koma holatda edingiz. Shifo Alloh berdi, to'g'ri. Lekin savol shu, Gupta sizga qanday qaragan? Mana misol uchun ko'pchilik boshqa politsiyaga boryapti-da, ko'pchilik bu yerda ham mingta gap tarqatyapti. Gupta operatsiya qilmaydi, Gupta qaramaydi. Siz nima deysiz? Qarash men bilaman endi SS operatsiyagacha kuniga Gupta har kuni ertalab doktor Guptani o'zi kirib chiqadi. Maksaketda. Maksaketda har kuni ertalab o'zi aro qiladi. Operatsiyadan keyin doimo nazoratda bo'lganman. Operatsiyadan keyin doimo nazoratda bo'laman. Har kuni kelib boshimda turib xalaqot so'rab ketgan. Mana shunday. Bu Guptaga keladigan bo'lsa, doktor Guptaga keladigan menimcha teng keladigan yo'q. Shuning uchun jigar transplantatolog prezident Ana shunday. maqomiga ko'tarilganda. Xayrullo rahmat, ko'rib to'g'risi Shuncha ataylab keldi, qoraga keldiga kutib o'tiribman men. Qachondan beri keldilar, o'sha. hozir Dehliga hozir yetib keldik. O'zbekistonda uchrash nasib qilmadi. Men O'zbekiston Xudo Alloh nasib qilsa endi ko'char chiqamiz. Alloh nasib qilsa Xudo qilsa boraman vodiyga. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ko'rib xursand bo'ldim. Pochchangiz ham ancha harakat qildi, ko'p telefonlashtirdik. Hali ham shu pochcha bilan aloqada bo'lib turibmiz. Alloh qilsa. Yaxshimi pochchangiz ham? Allohga shukr. Hammalari zo'r. Bir kun siz bu yoqqa keldingiz-u, pochchangiz telefon qiladi, esidan chiqmaydi. Domla ochiq gap, siz ahli nima ekansiz dedi, ha desam. Ishqilib sizlar tanlab xato qilmadingmi deydi. Men aytdim, kuyov bola dedim. Pochcha dedim birinchi, pochcha dedim. Avvalo Alloh shifo berguvchi. Biz sabablarni qilib qo'yamiz xolos. Endi unga ham har xil gaplar bo'lganda, buni jo'natmading, bunday qilmading deb. Keyin siz operatsiya bo'lganingizdan keyin pochcha shunaqa xursand bo'lib, mashalloh dedi. Men to'g'risi aka bu odamni vahshiy
Men holat ko'rgandan keyin bor ekan. O'ylamagan edimki bu odam tirik ketadi. Chunki tug'madi. Koma dedi. Holati yo'q. Buni faqat 4 ta odam bitta klip buni ko'targan edi. Ko'targanda Men Allohdan faqat ichidan Allohdan so'radim. Alloh Rabbul alamin mo'jizani ko'rsating. ha, Bitta opasi olib kelgan edi. Birinchi Ha. bor bilan donor kelgan. Qarochi xuddi shunday. Xuddi shunday edi. opasi ham qo'rqadigan Qo'rqib yig'lagan menga. Yig'lab nima bu? Aytdim, opa xotir olmang. Alloh taqdir. Mana Allohniki mo'jiza yoningizda turibdi. Opangiz birinchi bitta savolni beruvdi. Domla olib ketyapmiz-u, qo'rqyapman dedi. Nimaga desam, agar biror narsa bo'lib qolsa, aytdan qanaqa olib kelamiz degan edi, to'g'risi. Xayoliga qarang, qo'rqinch bo'lganda qanaqa olib kelamiz deyapsiz sizni. Ey, duo qilinglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Mana hozir bitta to'g'risi mo'jizani ko'rib Mashallah. Umringiz uzoq bo'lsin. Ulug'bek, ko'rib xursand bo'ldim. Boshqa kasallarga ham hammasiga tavsiya qilib qolamiz. Mana Soyibxon. Xolis bola. O'zbekchani to'g'risi yildan yilga bizdan ham yaxshi gapiradigan bo'lib ketyapti. Endi O'zimiz ham bor, meni haqimda ham ancha gap so'z chekyapti bozorda. Dushmanlarimiz, korporatsiyalarimiz noto'g'ri ma'lumot chiqaryapti. Eshitib turibman. Lekin men bitta narsadan tinchman, bilasizmi? Men bu bo'laga, bunaqa kasallarga xizmat qilganman-da. Ulardan so'raman yoki ulardan eshitaman men qanaqa odamman. Ular tomonidan yaxshi fikr kelsa, bu menga yetadi. Menga 100% yetadi. To'g'ri. sizni bitta gapingiz yoqadi menga. Nima ekan? Gapirsa gapirar. Men ish qilib, ish bilan ko'rsataman deysiz. Ana. Qarang. Mashallah. Ish qilib ko'rsataman. Ular bir kun turmagan qoraka. Kamida ular 2,5 oy Hindistonda qolgan. 2,5 oygacha bitta odamni qanday sinadi, ulardan so'rashadi. Har kuni qanday ishladik. Allohga shukr mana. Bugun agar ulardan ishyapman, u tilla bo'ladi, tilla tarjimon. Men juda katta narsa to'g'risi. Albatta. Juda katta. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar. Xayrullo, hozir Kofe ichibdi, kofe. 10 oylab o'tibdi, diyetani so'rayapsiz. Sizga diyeta mumkin emas. Formangiz ham o'zi klinikani menejeriga o'xshab qolsiz. Mana mo'llardan yeyaverasiz mana. Sen tinchlik. Ammo uni nomburgerlar sizni semirtirib yuboradi. Bunaqa narsalar yemayman, asali yemayman. Ha, bular fast-foodlar bo'lmaydi. O'zimiz qo'y go'shti, Qo'y go'shti, mol go'shti, oshlar, osh, mana anolar, baliq, tovuq, keyin xamir-ovqatlardan xamir ovqat yeyaverasiz. Qumnon, bizda endi monti o'rama deydi Andijonda. Ba'zi yerda qumnon deydi. Ularni ham yeyaverasiz. Ular tekin. Toshkentda do'lma deydi, bizlar ana galupsi deymiz, ana Bu ham bo'laveradi. Ular tekindan bo'lsa hammasini yeyaverasiz. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Kim bu Soyibxon? Bu meni ukam. Ukangiz? Otlar Xayrulla. Xayrullo. Radnoy bo'ldi. Qayerdan keldi bu bola? Samarqandda shunaqa. Men ko'zimga issiq ko'rinyapti. Meni taniymiki, tanimaydimi? Avval tanimagan edi. Allohga shukr. Mashallah. Mana Max'ga ketamiz. Bu yer haligi hisob kitob joyimi, nima joyi edi bu? Bu registratsiya, mana jigar doktor, neyroxirurgiya, bu onkologiya, bu hammalar shu doktorga javob beradiganda, doktor bilan gaplashadigan. Bu registratsiya, bu pochta resetsiya, bu kardiologiya, bu shalu. Bu o'zbekcha aytganda cho'ntakdan qon topshiradigan joy. Tepa joylar tomirdan qon topshiradigan joy. To'ppa to'g'rimi? O'zi cho'ntakdan chiqadi, analarni topshirasiz. Mashallah.